Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va aqibatu lil muttaqin. Wassalatu ala xayril Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Madina Munawvaradan Makka Mukarramaga yo'lga chiqqan musofirning o'ng tomonida, Makka bilan Madina o'rtasidagi yo'lning o'ng tomonida Vaqon deb nomlanadigan bir tog' bor. Ana shu tog'da arab qabilalaridan bo'lgan Muzayna qabilasi mana shu tog' atrofida yashashardi. Mana shu tog'da Muzani qabilasida Abdul Uzzo ibn Abdul Nahm al-Muzani faqir ota-onani qo'lida dunyoga keldi. Bu kishini tug'ilishligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni risolat mash'alini ko'tarishiga yaqin bo'lgan bir muddatda sodir bo'ldi. Lekin bu yigitning taqdiriga tug'ilgandan keyin ozgina muddatdan keyin yetimlik yozilgan edi. Otasi unga yetimlikni va faqirlikni meros qilib qoldirgan. Alloh taoloning taqdiri aytdik, bu yetim faqir bolani boy amakisi bor edi. Dunyosi keng, ayshi nihoyatda bir keng bo'lgan, ne'matga cho'milgan bir amakisi bor ediki, lekin bu amakisini o'g'il farzandi yo'q edi. O'zini ukasidan qolgan mana shu yagona o'g'ilni oldi o'zini tarbiyasiga va ota o'ziga bolasiga qanday bir mehribonlik, muruvvat yoki bir saxovat ko'rsatadigan bo'lsa, jamiki saxovatni mana shu yetim jiyaniga sarf qildi. Yetimlikda tug'ilgan, yetim bo'lib tug'ilgan bu Muzani yigit amakisining qo'lidagi dunyosidan bahra oldi. Faqirlikni yoki bir miskinlikni birorta bir ko'rinishini hayotida bir kuzatmadi, balki qo'lida amakisini bor bo'lgan ne'matdan foydalangan holda yashadi. Amakisi bu bola, bu jiyanini, ya'ni bu boqib olgan bolasini yaxshi ko'rardi. Chunki bu nozik didlik, o'tkin zehrli, fahm farosatli edi. Amakisini yaxshi ko'radigan yigitlardan bo'ldi. Va ana shu qabilada qanday bir yaxshi bir matoh bo'lsa, qanday bir kiyim bo'lsa, uni olib berardi va eng asl arab otlaridan olib berardi. Bu yigitni ishi yeb, ichib, o'ynab, ot minib choptirishidan boshqa bir g'ami bo'lmas edi. Bu Muzani yigit ulg'ayib bir yigitlik yoshi yetgunga qadar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Makkada islom mash'alini ko'tardi. Iymon nuri taralishni boshladi. Lekin o'zini qabilasidan tashqariga chiqmaganligi uchun bu narsalardan bexabar edi. To Nabiy sallallohu alayhi vasallam Makka Mukarramadan Madina Munawvaraga hijrat qilmagunicha o'zini o'yin kulgi, rohat farog'atida davom etaverdi. Rasululloh Madinaga ko'chib o'tdi. U zotning Madinada bo'layotgan ishlarini xabarlari butun arab jazirasi bo'ylab tarqar edi va bu xabarlarga bu Abdul Uzzo ham quloq solib turar edi. Payg'ambarimizning so'zlarini eshitar edi, u zotning qilgan ishlaridan xabardor bo'lardi-da, qalbi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rishlikka oshiqar edi. Hattoki Alloh taolo bu kishini qalbini islomga hidoyat qildi. Iymon nuri bilan munavvar qildi va shahodat kalimasini izhor qildi. Bu iymoni Muzani qabilasidagi eng birinchi iymon keltirgan kishining iymoni edi. Bu kishi o'zini iymonini maxfiy qildi. O'zini qavmiga oshkor qilishidan qo'rqdi. Xususan amakisiga ham bu narsani bildirmadi. Bir qancha vaqt Madinadan kelayotgan xabarlarni Muzani qabilasi eshitar edi. Ulardan har xil munosabatlar bo'lardi va Abdul Uzzo o'zini amakisini islomga moyilmasligini kutar edi, iymonga kelishidan umid bo'lardi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu o'rtada bir qancha g'azotlarda sahobalar bilan qatnashdi. Bu Muzani yigit amakisining islomi uzoqqa cho'zilib ketayotganligidan qattiq afsusda qolardi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga borib, ana shu uzotning yonida birga turib jang qilishlik sharafidan mahrum bo'layotganligidan, boshqalar undan mana shu savobli amalda o'zib ketayotganligidan qattiq iztirobga tushar edi, amakisini islomga umid qilar edi. Lekin bu narsa cho'zilib ketgandan keyin sabri nihoyasiga yetdi. Amakisini chaqirdi va aytdi: "Ey amaki," dedi, "sizni islomingizni kutishlik menga nihoyatda uzoq bo'lib ketdi. Sizni islomga kirishligingizdan umidim uzila boshladi. Endi men Muhammadga iymon keltirganman, men Madinaga qarab ketmoqchiman," dedi. Bu so'zlar og'zidan chiqishligi bilan, ya'ni yedirib, ichirib, zo'r parvarish qilgan, xohlagan kiyimini olib berib, xohlagan otini olib bergan amakisiga bu gapni eshitlik albatta og'ir botgan edi. Bu kishi islomini izhor qilgandan keyin amakisi: "Mendan shu kungacha nima ko'rgan bo'lsang, hammasini tortib olaman. Seni faqirlikka, muhtojlikka tashlab qo'yaman. Haqiqiy hayotda yuzini shunda ko'rasan."
Bu narsa bu Abdul Uzzoni qaytara olmadi. Ahdidan, azmidan. Bu narsaga imkoni bo'lmagandan keyin amakisi o'zini qavmidan yordam so'radi. Ular kelib uni qo'rqitib ham ko'rishdi. O'zimizning dinimizga qarshi desang, mana bu narsalarda ba'zi bir dunyo matolarini rag'batlantirmoqchi ham bo'lishdi. Lekin Abdul Uzzo o'zini so'zida qattiq turdi. Sizlar xohlaganinglarni qilinglar, men baribir Muhammad atbolaridanman dedi. Sizlarning toshlaringizga ibodat qilishni tark qilaman. Yagona vohidul qahhor bo'lgan Alloh tomoniga qarab yuzlanaman. Shundan keyin nima bo'lsa bo'laversin. Amakisi o'zini va'dasidan chiqdi. Butun bori budini tortib oldi. Mana aytdik, bu bola yetimcha edi. Nimaiki bo'lsa bu kishida amakisidan kelgan, amakisining puliga olingan narsalar edi. Hamma kiyimni tortib oldi. Hatto ustidagi kiyimigacha yechirib oldi. Ustida dag'al, qo'pol matodan bir yopinchiqni tashab berdi. Shu narsa bilan ustini o'rab olishga imkon topdi. Qarab turadigan bo'lsak, yemog'i, ichmog'i, dunyoviy matohlarning hammasi bor bo'lib turgan paytda islom bitta pallada, iymon bitta pallada, ikkinchi pallada dunyo hayoti turganda bular iymonni tanlagan. Bular bor narsani tark qila olgan, Allohning roziligi yo'lida. Biz yo'q narsani quvib yurib, biz Allohning roziligiga qolib ketyapti bir yoqda. Koshi yetib olayotgan bo'lsak, bu tomon tarqagan gash ikkinchi tomon. Na dunyomiz obod, na oxiratimizga zo'r amal qilayotganimizni ko'ramiz. Biz yo'q narsamizni ham tark qila olmaymiz. Havoy nafsimizni, bular bor narsasini tark qila olgan. Ustida bitta qo'pol dag'al matoni yelkasiga ortilgan holda na ozuqasi bor, na safar tadorigi bor, na kiyim-kechagi, na minadigan oti bor, Madina-i Munavvaraga qarab hijrat qildi. Rasululloh oldiga hijrat qildi. Allohning oldiga hijrat qildi. Jannatga hijrat qildi. Kimning hijrati Alloh va Rasul uchun bo'lsa, albatta Alloh va Rasuliga yetadi. Kimning hijrati biror dunyoga qo'lga kiritish maqsadida bo'lsa, unga yetadi. Mashhur hadis: kim biror bir ayolga uylanaman deb hijrat qilsa, unga ham yetadi. Fa hijrat ila ma hajara ilayhi. Kimning hijrati nima niyatda bo'lgan bo'lsa, albatta o'sha narsaga yetadi. Bu kishi Madinaga hech qanday tayyorgarliksiz, yalang oyoq, ustiga shu bir qo'pol matodan bir qismini tashab olgan yigit yalang oyoq holda Madinaga yetib bordi. Yelkalari kuyib ketdi, lavlari yorilib ketdi. Lekin bu zotga bu mashaqqat emas edi. Chunki Rasulullohni ko'raman degan shavq u mashaqqatlarni nari qiladi. Chunki kishi o'zi ma'shuqasiga yetishlikka qarab ketar ekan, bu yo'ldagi mashaqqat bo'lmaydi. Chunki qalbi intilayotgan, qalbi yaxshi ko'rayotgan narsaga yetgan sari bu insonga bir rohat bo'ladi. Madinaga yaqin kelganda ustidagi matolar oldida ikkiga bo'ldi. Bir qismi bilan pastki qismini o'radi, ikkinchi qismini yelkasiga tashlab oldi. Ikki yopinchiq egasi bo'ldi. Zubijadayn deyiladi mana arab tilida. Madinaga keldi, Rasulullohning masjidiga kirdi. Shu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidida tunini o'tkazdi. Tong otdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hujrasiga qarab turib, hozir Rasululloh chiqadi, Rasulullohni ko'raman degan esa buni yuragiga shunday xavf ko'taradiki, yuragi ko'kragidan chiqib ketishlikka yaqin bo'ldi. Chunki birodarlar, faraz qilinglar, iymon keltirgan, yaxshi ko'rgan payg'ambarini hozir birinchi marta ko'radi. Hajga borganlar bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ravzasining oldida o'tib, hozir assalomu alaykum ya Rasululloh deyman degan narsa hayolingizdan o'tgan paytda qalbingizga bir boshqacha bir shuurlar keladi. Buni totib ko'rgan odam biladi. Ya'niki hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida bor. Kim meni ravzamga kelib menga salom bersa, albatta ruhim o'shada bo'ladi, aliga oladi deydi. Shuni tushunib boring-da, ustini sanab kelavermasdan. Rasululloh turibdi shu yerda hozir. Hozir men assalomu alaykum ya Rasululloh deyman, Rasululloh menga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh deydi. Biz ravzasiga borib salom berishda qanday bir boshqacha bir shuurni his qilamiz. Endi bu yigitga o'zini ko'rishlik nasib qilib turibdi. Rasululloh chiqdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rganidan keyin bu Abdul Uzzoni ko'zidan tinimsiz yoshlar oqdi, chunki bu xursandchilik yoshlari edi. Rasululloh namozni o'qib oldi. Odatiga ko'ra namozni tugatgandan keyin ashoblarga bir ko'zini yurtirdi, Abdul Uzzoga ko'zi tushdi. Ustida ikki bo'lik mato. Bir qismini pastki qismiga o'ragan, ikkinchisini yelkasiga tashlab olgan. Birodarlar, dunyodagi eng qimmat kiyim shu edi uchun. Dunyodagi eng saodatli kun edi shu uchun. Chunki yurtidan quvilgan, vatanidan quvilgan, hamma ne'mat tarqagan, lekin haqiqiy baxt topgan, Rasulullohni topgan.
Abu Dardo roziyallohu anhu Rasulullohga iymon keltirdi, islomni topgandan keyin tijoratni tark qildi. Bu qanaqa rohat edi ekan, ular topgan, biz topa olmay ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu yosh yigitni ko'rdida, "Qayerdan bo'lasiz?" dedi. "Falon qabiladan." "Kimsiz?" dedi. "Abdul Uzzoman" dedi. "Yo'q, siz Abdullohsiz endi" dedi. "Yuring biznikiga, bizning mehmonimiz bo'lasiz" dedi. Rasulullohning go'zal axloqini ko'raylikki, ahvolini qarang. Tasavvur qiling, ikki qism matoni bittasini belga, bittasini yelkasiga tashlab olgandan payg'ambarimiz bizimiz yuring dedi. Bizda qanaqa o'lchovlar bor? Kiyimiga qarab muomala qilamiz, minib kelgan narsasiga muomala qilamiz. Shuning uchun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dedi Alloh taolo. Allohning payg'ambari Muhammad alayhisalomda sizlar uchun go'zal ibrat namuna bor dedi. Ularda o'lchovi iymon bo'lgan, o'lchovi dunyo bo'lgan emas. Shu kundan boshlab musulmonlar bu kishini Abdulloh deb nomlashardi, lekin laqab qo'yib qo'yishgan edi. 2 yopinchiq egasi. Tarixda mana shu nom bilan qolgan bu kishi. Mana shu 2 yopinchiq bilan kelar ekan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldida mehmon bo'ldi va bu kishining eng baxtli kunlari edi. Chunki Rasululloh orqasida namoz o'qir edi. U kishining hidoyatidan ta'lim olar edi, go'zal axloqidan ibrat olar edi. Butun dunyo uni o'zini ziynati bilan chaqirganda ham bu kishini quloqini iymon, Rasulullohga bo'lgan muhabbat quloqini kar qilgan edi. Butun dunyo o'zini boyligi bilan, jozibadorligi bilan torsa, bu kishini Rasulullohga bo'lgan, Allohga bo'lgan iymoni ko'zini dunyo matosidan ko'r qilgan edi. Qur'on talabida bo'ldi va imkoniyati bo'lganda Rasulullohning suhbatida bo'ldi. Va Rasululloh shu kundan boshlab qaysi jihodda qatnashgan bo'lsa, birortasini tark qilmadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tabukka g'azotga chiqar ekan, Rasulullohning yo'lbasiga keldida, "Ya Rasululloh, duo qiling, Alloh menga ertaga shahidlikni bersin" dedi. Ishlarim yushib ketsin, kasb-korimga baraka bersin, xonimni yopib olay, o'g'limni uylab olay, qizimni chiqarib olay. Bularni so'rayotgan narsasini ko'ring. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam duo qildi. Parvardigoro, bu bandani kofirlarning qilishidan omonda saqlagin dedi. Shunda Abdulloh aytdiki, "Ya Rasululloh, men buni so'raganim yo'q, ota-onam fido bo'lsin. Menga shahidlikni so'rab bering" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Agar Allohning yo'lida g'ozi bo'lib chiqsangiz va sizga bir kasal tegib o'lsangiz, siz shahidsiz" dedi. Agar siz otizga miniyatib Alloh yo'lida chiqib turib, otiz qurkukka yiqilib tursangiz, siz shahidsiz dedi. Shahid degan albatta chopilish emas. Allohning roziga deb ko'chaga chiqdimi, shahid deyapti. Shu qilgan duosiga bir kun yoki 2 kun o'tmadi. Abdulloh kasal bo'ldi, vafot etdi. Ya'ni kim shahidligini haqiqiy orzu qilsa, to'shagida yotsa ham shahid bo'laveradi. Bu kishi vafot etdi. Alloh yo'lida hijrat qilgan muhojir bo'ldi. Alloh yo'lida mujohid bo'ldi va o'zini oilasidan, moli dunyosidan, tug'ilib o'sgan vatanidan uzoqda bo'ldi. Alloh taolo bu narsalarni barchasini fitnasidan bu kishini omonda saqladi. Sahobalar o'zlarining muborak qo'llari bilan qabr kavlashdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabriga tushib, o'zi qo'llaridan tekizlab qo'ydi. Qabrida turib, uzatinglar dedi. Abu Bakr va Umar u kishini qabriga uzatishdi. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi, "Men bundan dedi 15 yil burun iymon keltirgan bo'lganim bilan dedi. Hozir shu chuqurda egasi men bo'lishini xohladim. Chunki Rasululloh shaxsan o'zi qo'li bilan olib kelib, Umar Abu Bakrda kishilar uning orqasidan duo qildi." Abdulloh ibn Mas'ud deb bo'lgan ulug' sahobalar 2 yopinchiq egasi bo'lgan yigitni qabrini orzu qilganlardan bo'ldi. Siz bilan biz mana bu kishi butun dunyosini tark qildi. Biz Alloh uchun nimani tark qildik? O'zimizga savol beraylik shu narsani. Bir harom savdoni tark qildikmi? Yo bir yolg'on gapni tark qildikmi? Yo bir g'iybatni tark qildikmi rahmatli Alloh uchun? Nima tark qildik? Ular butun dunyodan voz kechdi, mana shunday sharafga ega bo'ldi. Siz bilan bizga o'zimizni havoyimizni tark qilib, harom qilishda nafsimizni tiyib, Allohga bir taqvo ibodati bo'lsak, umid qilamiz mana shu sahobalarning birortasining yonida qiyomatda tirishligini. Chunki biz siz bilan biz ularni faqat Allohning roziligi uchun yaxshi ko'ryapmiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ibrat berishni nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.